o'zbekni san'ati juda ham boy san'at. Agar tepada o'tirgan o'sha san'atkorlarni zo'rlari o'zi buzib tursa, pastda o'tirgan yoshlar nima qilsin endi? Qayerga qarab ketsin ular? Shuning uchun maslahatim, iloji boricha o'zingiz qo'lingizdan kelgan narsani qiling. Birovdan kalamishga o'xshab bu narsalarni tirmalashib, chaynab bilmaydi desangiz xato qilasiz, chunki biz juda yaxshi bilib olamiz. Ertaga farzandlaringiz chiqib, bu meni otamning muzikasi deb meni farzandlari bilan to'polon qilishini xohlamayman. Shunaqa qonun qoida bo'ladi. Bu ashulalar hammasi qonun qoidadan o'tkazilgan, avtorlik huquqidan o'tkazib pechat olingan. Ertaga chiqib farzandlari chiqib bunday dadamning muzikasi edi desa, meni farzandlarim chiqib bu meni dadam muzikasi desa to'palang bo'ladi. Shuning uchun birodarlar, muzikachilar, san'atkorlar, bir-biringlarni hurmatinglarni joyiga qo'yinglar. Men sizlarni yaxshi ko'raman. Juda ham yaxshi ko'raman. Va sizlar o'zinglar elni farzandlarini to'g'ri yo'lga yetaklaydigan zotsizlar. Shuning uchun buni ham aytib qo'yishim kerak bo'ldi. Hech kim yo'q. O'zimiz gaplashyapmiz-da buni endi.